Munarbek birinchi jangida men endi baribir o'zim sal tortindim, chunki boshqa bola, boshqa ustozi, boshqa davlatning bokschisi, keyin birinchi jangi birinchi raund kelganida 5-0 yutqazdi. Kubinich jahon chempionatida ikkinchi o'rin olgan Abdumalik Xalaqovga Toshkentda yutqazgan Kubinich kuchli bokschiga 5-0 birinchi raund yutqazdi. Keyin birinchi raund dam olishga kelganda ringga chiqdimda Munarbek, o'zbekchani bilasanmi desam, o'shliman, gapiravering, tushunaman men hamma narsani dedi. Keyin men chiqib ishlashing kerak deb bu mana shu o'zimdagi bor narsani o'zimning shogirdimday berdimda. Chin dildan, addi shu yuragimdan jon kuydirib unga men Munarbek chiqasan faqat oldiga urib chiqib charchayotganligini, u Kubinchning boksi juda kuchli, lekin bitta aybi bor, uni temni ko'targan sari charchoq borda unda. Shuni hisobida yutib ketishimiz mumkinligini bir his qilardim, bilardim. Ikkinchi raund bol kuchini berdi va 3-2 hisobida yutdik ikkinchi raundni. O'sha 3-raund rishat qiladigan raund edi. 3-raund chiqqanida ringda birinchi raund, 3-raundda holatda 30 sekund jang qildi va u Kubinch bokschi jarohat oldi. Birinchi raund o'sha ikkinchi raundning hisobida bizga berdi, 3-raundning hisobida Kubinch bokschini yutgandan keyin ringga chiqqandan keyin ustoz dedi, Akmal aka, ustoz o'zbekcha gapiravering, menda umuman muammo bo'lmaydi, chunki men o'shlik bo'laman dedi. O'zbekchani polni tushunaman, o'rtoqlarim, do'stlarim, yaqinlarim bor dedi. O'zbekchani menga tushunaman dedi. Hamma narsani eshityapman sizni aytganlaringizni dedi. Chiqib eshitib, mana yaxshi natija ko'rsatdi.